Pravani pulga bas, faqat nazariy va amaliy imtihonlarga yaxshi tayyorlanib olyapmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimi? Shu hozirgi kunda qara olish juda ham hozir dolzarb mavzu bo'lib qoldi. Shu xalq uchun tashlab Marg'ilon, mana shu sizlarning vatanparvarda kelib prava olaman deganlar uchun bitta ma'lumot beringlar. Bizni tashkilotimiz Marg'ilon vatanparvar tashkiloti. Mana shu avtodromimiz mana innovatsionniy birga bir joylashgan avtodromimiz bor. Avtomobillarimiz yangi. Nexia 3 bor, 12 bor. 4,5 oy muddatda olib pravasi qo'liga tegadi. Xudo xolasa. Ha do'stlar, bugun Marg'ilon shahridagi vatanparvar o'quv sport texnika markaziga kelganmiz. O'rtoqlar, bu yerda haydovchilik guvohnomasini qanday usulda olish haqida to'liq ma'lumot olasizlar. Vatanparvar tashkiloti Marg'ilon shahar o'quv sport texnika markazida toifalar bo'yicha o'quv kurslari muntazam ravishda olib borilmoqda. A, B, B, C, D, E toifalari bo'yicha haydovchilik kurslarida to'liq amaliy va nazariy bilimlarga ega bo'lib, o'quv jarayonlariga keladigan bo'lsak, B toifasiga misol 216 soat nazariy, 69 soat amaliy bilimlarni olib, ko'nikmaga ega bo'lib, o'qituvchilarimiz ham oliy toifali o'qituvchilar dars berib kelmoqdalar. Bu videoda tez kunlarda va prava olaman degan yaqin do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Ma'zur so'raganlarga bu tomoni Marg'ilon, bu tomoni Tashlaq, 19-maktab Mo'ljal Kapitaliy Mozorida yonida vatanparvar tashkilotda kutib oladi.